Novvoyga olov qalashni o'rgatgan ham ustoz, duradgorga randa tortishni o'rgatgan ham ustoz, ilm ahliga qo'liga qalam bergan ham ustoz. Hammamizning orqamizda ustozlar bor. Lekin shunday bir holat bo'ladiki, daraxt hosilga kirgandan keyin bog'bonni unutadi. Bu daraxtni ekkan bog'bon bor, tegini yumshatgan bog'bon bor, suvini bergan bog'bon bor. Hosilga o'zidan o'zi kirgan emas, har xil ofatlardan, balolardan saqlab turadigan bog'bon bor. Lekin ko'pincha daraxt hosilga kirgandan keyin, osmonga qarab o'sgandan keyin o'zini bog'bonini unutib qo'yadiganlar bor. Shuning uchun men aytmoqchimanki, tijorat sohasi bo'ladimi, boshqa bir soha bo'ladimi, ilm sohasi bo'ladimi, hunar sohasi bo'ladimi, xalq oldiga chiqib kelishimiz o'z-o'zidan bo'lgan emas, qo'limizdan yetaklab olib chiqqan ustozlar bor. Shu ustozlarni unutib qo'ymasak, duolarimizda eslab tursak, o'zimizdan o'zimiz shu martabani egasi bo'ldik degan xayol qalbimizdan o'tmasa, o'sha orqamizda turgan ustozlarni doimo qilgan mehnati esimizdan chiqmasin. Alloh rahmat qilsin, Fozil qor akamning bir gaplari bor ediki, bu hamma shogirdlarga tegishli bo'lgan gap. Xo san'at ahli bo'ladimi, xo ilm ahli bo'ladimi, xo bir boshqa sohaning vakili bo'ladimi, xalqqa oldiga chiqqan odam osmondagi oyga o'xshab chiqsin dedilar. Quyoshga o'xshab, oyga o'xshab egilib chiqinglar, keyin o'zi quyosh bo'lasizlar.